Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana xudo xolasa yangi ishlarni boshlab oldim. Onlayn do'kon ochdim. Xudo xolasa bu yog'i ikkita ish bo'ldi. Ikkita ishni baravar olib ketamiz. Alloh nasib qilsa, Xudo quvvat berib tursa, sizlar podдержка berib tursanglar, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Mana shu kanal Hasanboy bozor Optum kanalini ochdim. Onlayn bozorimizda nimalar bor mana? Oyoq kiyimlar, makasima, krossovkalar narxlari bilan. Agar videoda ko'rinmayotgan bo'lsa, bemalol o'sha boyaga aytganimdek Hasanboy bozor Optumga kirib, mana ustida yozilib turibdi. Kirib bemalol narx-navolar bilan tanishib, buyurtmalar bersanglar bo'ladi. Shaxsan o'zimga bu yoqda mana sekin ko'rsatib boraman. Bolachalarga bu naskilar, bu yoqda hammasi bolachalarga kiyimlar, detskiy, bolachalarga pijamalar, ko'ylaklar, mana o'zimiz tengi odamlarga 30-35 yoshlarga oyoq kiyimlar mana shu bu yoqda boshladi. Yana bolachalar imkon qadar chiroyliroq qilib qo'ldan kelgancha tashladim. Bilasizlar, montaj qilish yoqtirmayman, uncha narsa aybini bekitish xohlamayman. Shuning uchun qo'ldan kelgancha qildim. Bu yoqda pastki qatorlarimizda tepa past sportikalarimiz hozirgi paytga 165 ming so'mdan qizil va qora variantlari. Keyin yana yangiliklardan bitta eng zo'ri, bu yoqqa Telegram kanaliga o'tsanglar, Telegram kanalida ochib qo'ydim. Bu открытый bo'ldi bu. Mana bu ham Hasanboy bozor Instagram silkalarini qo'ydim. Xudo xolasa buni endi Instagram silkasini shu YouTube kanaliga qo'ymoqchiman. Nimaga чтобы qiladigan ishim shu onlayn do'kon yurg'izish, ulkan shina montaj bo'lyapti. Mana bu yoqda ham baraka topishsin. Yaqinlarimiz gruppalarga odam qo'shib yotishibdi. Mana bu yoqda oyoq kiyimlar so'rovlari boshlandi. Mana xudo xolasa bizamizni ish bo'ldi. Bu yoqda yana mana oyoq kiyimlarimiz badrat. Xullas buni soni oxiri yo'q, tugamaydigan narsa bo'lyapti bu. Bitta boshlab olish sal qiyinroq bo'ldi. Shuning uchun ozgina videolar ham qo'ya olmadim, boshqa ham qo'ya olmadim. Sizlar uchun ijod qila olmadim. Nimaga mana shu narsani oxiriga bitiray, oxiriga yetkazay degan maqsadda shuni astoydil qildim. Mana xudo xolasa uddaladim. Bu yoq xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Oyoq kiyimlarning turli xillari bor. Bu yoqda o'sha mana futbolist aka-ukalarimizga nima deydi, butsilar bor. Butsilarni ham qo'yaman xudo xolasa, hozir Instagramda yo'q. Bu yoqda mana krossovka reklamalarimiz, detskiy, mana bolachalarimiz, shirin bolachalarimiz kiyimlar, sumka, popkalar. Bu yoqda yana jenskiy sumkalar aralashtirdim. Bularni hali narx chiqmagani hisobiga u yoqqa Instagramga o'tkazmadim, просто Telegram kanalida turibdi. Bu yoqda mana oyoq kiyimlarimiz, krossovkalar zo'rlari. Xitoy, Turkiya faqat. Bu yoqda mana yana krossovkalarimiz, mana dahshatlari bor, orasida ashya tinuvlari bor. Xudo xolasa mana shu yo'nalishga ushadim. Alloh nasib qilsa ikkita yo'nalish bo'ldi. Endi yana bir ikkita yo'nalishlar qo'shib olishga iloji boricha qolgan yo'nalishlarim onlayn bo'ladi. Offlayn ham do'kon qilish niyatim yo'q emas, bor. Alloh nasib qilib vaqt soati kelib, shunga o'xshab vaqt soati kelsa offlayn do'kon ham ochaman xudo xolasa. Xuddi shunaqa qilib hamma narsani qo'ldan kelgancha arzoncha variant qilib, krossovkalar, jenskiy krossovkalar, mana qizlarimizga kiyimchalar shirangina. Bu yoqda yana naskiylar, mana o'g'il bola murskoy kiyimchalar, futbolkachalar, bu pijamalar kechasi.
kiyib o'tadigan pijamalari. Bu yoqda yana mana pijama. Mana bo'lachalarimizga ko'ylak, pijama, shton, shalvarlar. Bu yoq sal katta ayollarga, o'zimiz qatori 30-35 yoshga shalvarlar, bolachalarga futbolkalar, bolachalarga mana chiroyli yoqali ko'ylaklar, futbolkalar. Xullas, hamma narsa bor. Alloh nasib qilsa, yo'q narsani o'zi yo'q. Shu narsalarni sizlar bilan baham ko'rishga niyat qildim, chunki o'zim xursandman, juda ham epladim men, xudo xolasa ochib oldim. Lekin qiyin ko'rinadi. Qilib bo'lganingizdagi oson ekan, lekin qilganingizcha, bitirganingizcha qiyin, mashaqqati bor ekan, anchagina. Oson bo'lmadi ochish. Xudo xolasa bu yog'iga endi savdosini qilib yurg'izib o'tsak, Alloh nasib qilsa yaxshi bo'lib ketadi. Shu narsalarni sizlar bilan ham bo'lishim keldi. Kimning fikri qanaqa bilmadim. Shu yerda o'zi ham negativlar bor, yo'q emas. Ulardan xafa bo'lish kerak emas. Hamma joyda bor. Jana oramizdan ham chiqib qolsa kerak. Kimdir omadingni bersin, bos deydi, kimdir bitta ish qilgin deydimi, yo bo'lmasam o'zing bilgan ish qil deydimi. Xullas chiqaveradi. Mana xudo xolasa bu yoqda kanal, Telegramda ham shu Hasanboy bozor, Instagramda Hasanboy bozor o'zini ustida chiqadi. Menimcha optima yozish shart emas. Kirsanglar like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa men xursand bo'laman. Bu yo'lani boshdan oxirigacha ko'rsatdim. Nari tarafdan ko'rsatdilar. Agar narxlari ko'rinmayotgan bo'lsa, sizlarga shu kanalga kirib ko'rsangiz bo'ladi. O'zingizlarga, farzandingizlarga, ayolingizlarga, xudo xolasa onajon, otajonlarga ham Alloh nasib qilsa narsa topib qo'yaman, xudo xolasa. Xaridlar qilaverasizlar, Alloh nasib qilsa. Joninglar sog' bo'lsin, boringlarga shukr. Bu videoni ekran zapisi YouTube uchun oldim, keyin Facebook uchun oldim. Chunki Facebookda, YouTube'da bunaqa narsalar qo'ymadim. Facebookga qo'yimman o'zim, lekin YouTube'ga qo'ymadim. Chunki YouTube'da temir tish, asosan balon, vulkanizatsiya, sinamontaj, diska bo'lgani uchun oddiyroq mana shu reklama varianti ma'qul bo'ldi. Chunki har bitta krossovkani bittadan narxini yozib YouTube'ga tashlash aralash quralash bo'lib ketadi, hamma yoqda dala chiqib ketadi. Bir kun vulkaniz, bir kun balon, ikkinchi kun krossovka, uchinchi kun shim, yana balon bo'lib ketmasin degan maqsadda shunaqa qo'ydim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni maksimal tarqatib qo'yinglar. Yangiliklar ko'p, xudo xolasa ko'p ishlar qilmoqchiman. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar, xudo xolasa birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasizlar. Alloh nasib qilsa hammasi o'ylayman kanalda o'zimga o'xshagan jaydari insonlar, jaydari narxlarda jaydari kiyimlar bo'ladi, xudo xolasa. Uzr, jaydari narxlarda yaxshi kiyimlar bo'ladi demoqchiman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Boringlarga shukr.